Hürmetlik vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizle başlayımız. Leksiyede sizlere diyoruz, Washington'dan sözlerimiz. Leksiyenin mavzusu mundaq, onun burun hazırki dünyadaki ciddi vaziyetler doğrusu bir işe kızgap kılaylı. Bugün ettigende kopuluşunda bir haber gördüm ki hazır Cungo hükümeti Enbang. Cungo'daki en çoğun şirket Enbang şirketinin başlığı ne kolga aldı. Onun ayali aynı vaxtki Deng Xiaoping'in nevresiydi. O kol elinde azı bu torbetlerden intayın kızgın temi aylandı. Ondan keyin London'da 27 qavatlik bir binaga o't tutashdi. Hozir tekshirilib deb xabarlar keldi. Buni zo'ravonlik qildimi, kim qildi bilgili bo'lmaydi vatandoshim. Endi xabarlar mana shundoq. Ondan keyin hozir o'zinglar bilasizlar, Govingo apandining fosh qilish materiali davomli shuvatidi. Onunla münasebetli hazır Cungo'nun ichki qismidagi vaziyatim o'zgarish bo'layotgandek turdi. Ondan to'g'ri bo'lib YouTube'da Xitoycha to'g'ri so'zligichilar saqlandi. Men saqlab elib qo'ydim. Nem pishkiricha hozir Cungo'da vaziyatda zo'r o'zgarish bo'lishi mumkin. 19-qurultayda zo'r o'zgarish bo'lishi mumkin. Kim qoladi, kim chiqdi, bu Cungo'ning vaziyatiga zo'r ta'sir ko'rsiz degan gap so'zlar o'tirg'i chiqishga boshladi. Bugünkü asaslık vaziyet mana şundan ibaret. Endilikte leksiyanın mavzusu köçeyli. Mavzu. Cungo bilen Avrupa'nın ziddiyeti keskilleşti. Likoçan arılışıp tülley mağlup oldu. Mavzulu haber 6. ayının 11. gün Fenvi Torbiyeti ilan kılın. Haber mundak başlandı. Cungo Devlet Mahkemesi'nin veziri Likoçan 6. ayının başlarında Avrupa'nı ziyaret kılgan mezgilde Avrupa İttifaqının Cungo'ga bozar iqtisadi o'tganlik o'rni berishini qo'lga keltirish uchun ko'rsatgan tirishchanligi mag'lub bo'lgandan keyin bir qancha kun o'tib o'tmayla Avrupa İttifaqının bir turlik Cungo'ning to'kma qilib setishiga qarshi tadbir elish Cungo'ga intayin zo'r besim kelishi bilan birga Cungo Avrupa munosabati taraqqiyotiga foydasiz ta'sir elib keldi. Likoçan Avrupa İttifaqını ziyaret qilish mezgilida o'ttirib qo'ygan savdo hamkorlik to'g'risidagi taklif Avrupa İttifaqı tarafidan qabul qilinmadi. Universal matbuotlar 6. ayning 11. kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Avrupa İttifaqı komiteti 10. kuni bayonot e'lon qilib, bayonotida mundaq ko'rsatdi. Tekshirib, amaliyalashtirishimizcha Cungo'nun bir neçe çoğun polat tömür şirketleri, Cungo'da bankalarının itibarlı qarz berişi arqalı, tüven bac eliş, sanat keraklik zeminni işletiş ki beriş arqalı, adil bolmagan toloqlama berişki erişip kelgenligi üçün Cungo'dan import kılıngan polat tümür mahsulotlarga Kızık bir taraf qilish polat tümür mahsulotlarga, yani polat taxtaylarga 39% jazolash xarakterlik baj qo'yishni qaror qildi. Qiziq bir taraf qilingan polat taxtay kemisazlıqqa, tabiiy gaz turubalarini yasashga, yuqori besimlik pech yasashga, energiya yo'llash turubalarini yasashga kerakli polat taxtay. Avrupa İttifaqı Soğut Ticaretçileri Valisi Semilia Malmostrom bayonotiда qattiq ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Zarur tepilganda biz davomli harakat qilganmiz. Polat ömür kasbiy sohasida mavjud bo'layotgan savdo adolatsizligi va chet ellarning shu xil mahsulotlarni to'kma qilib setishini tuzatamiz. Selsiya Malmostrom mundaq ko'rsatdi. Xalqaro polat tömür eshib qilish to'g'risidagi muhokama eng oxirida Cungo'ni adil bo'lmagan qiliqlardan voz kechtirishni maqsad qiladi. Va barliq polat tömür savdogarlarining adil raqobat muhitiga kafolat qilishni talab qiladi, maqsad qiladi. Bu vazir Likoçan 6. ayning 3. kuni Avrupa İttifaqının baş shtabini ziyorat qilgan mezgilda Cungo'ning bozor iqtisodiy o'tganlik o'rnini e'tirof qilish to'g'risida bergan taklifi rad qilingandan keyin yana bir qatam yetib kelgan zarba bo'lib hisoblanadi.
taklif rad qilindi, uning keyindan jazolash xarakterlik boj qo'yish yetib keldi. O'ttirib qo'ygan sod to'g'riga o'ttirib qo'ygan sodida qo'g'dinish qarıştirish, lekin o'ttirib qo'ygan sodida qo'g'dinish qarıştirish, erkin sodni kuchaytirish to'g'risidagi taklif bundaq bir yangi siyosat, buningdan keyingi tökme qilib setish qarıştirish oldida butunlay bekor qilindi. Shuning uchun Jungo taraf Yevropa Ittifoqining qaroriga darhol inkos qaytardi. Jungo Savdo Ministerligi tekshirish idorasining boshlig'i Wang Hojun 10 kuni mundaq ko'rsatdi. Jungo bu qarorning haqiqatligi va qonunlikligi to'g'risida kuchli gumon qildi va Yevropa Ittifoqining qarorini jiddiy o'zgartirish to'g'risida haydovchilik qildi. Reuters 11 kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Yer shari mablag' solish bankasi bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Yevropa Ittifoqi 10 kuni e'lon qilgan bu qaror Yevropa Ittifoqining ziyon solish tahdidiga jiddiy qaraydiganligini ko'rsatib berdi. Ya'ni Jungo to'g'risida yuqori boj qo'yish to'g'risidagi qaror Yevropa Ittifoqining ziyon solish tahdidlariga jiddiy qaraydiganligini ko'rsatib berdi. Yevropa İttifaq Komitetining siyosat maydonida ro'shan o'zgarish yuz berdi. Bu banka yana mundaq ko'rsatdi. Bu deloning boshqa turdagi po'lat ko'mir importiga ijobiy ta'siri bo'ladi. Yevropa İttifaq taraf mundaq ko'rsatdi. Jazolash xarakterlik boj qo'yish 10 kundan boshlab kuchga ega. Muddati 5 yil bo'ladi.